Birodarlar, bugun quyonchalarimga kechki ovqatga beda, svejiy beda beryapman. Bu qo'chqorali alohida yashaydi. Bu quyonlarim yoshi kattaroq, boshqa tengqurlaridan 10 kunlik katta. Mana bu quyonchalarim bir-biridan 1 kunlik farq qiladi xolos. Ishtahamini yeyishyapti. Quruq xashak beraman asosan. Har zamonda shunaqa ko'm-ko'k bedadan bilan siylab turaman. Bularga kechqurun har bitta kallaga 30 grammdan makka beraman. Yemi rosa ishtahamini yeyishyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. To'rtta katakda quyonlar bor. Hozircha bolalari 21 ta.